Meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim, hammalari sog' omongina yuribsizlarmi? Bismillahirrohmanirrohim. Sham yoqay sizlar uchun. Bo'linglar, shifoli bo'lsin ilohim hammalaringizga. Barmoyiga barakali, fayzli, xursandchilik kunlar bo'lsin deb. O'n kunlik o'chirim bilan keldim. Ozgina kechib. O'n kunlik o'chirim xayrli, barakatli bo'lsin. O'n kunlik o'chirim bilan keldim. 3-iyundan 12-iyunga qadar bizni nimalar kutmoqda? Bu energiya o'qish hammaga ham to'g'ri kelmaydi. 1-2 kunni yashab o'tishlaringiz mumkin. Ko'ramiz 2-iyundan 3-iyundan 12-iyunga qadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-chislar. Xullas, 3-chislaga sizga takliflarning kelishi bor. Juda ham o'zingizga ishongansiz. Sizga kutilmagan bir taklif kelishi, kutilmagan bir in'om sovg'a kelishi bor deb turibdi. O'zingizga ham ozgina qarashingiz, o'sha imidjingizni o'zgartirish niyatingiz bor ekan. 3-chislaga siz boshqacha imijni xohlab turibsiz. Mana shunga borib qilishingiz mumkin ekan. Keyin bu yerda 3-chislaga ozgina dam olish, xursandchiliklar bo'lishi bor. Kimdir kartadan ko'rsatmoqchi yoki kimdir mana shunaqa kitob ochtirmoqchi. Xullas, mana shunaqa bir joyga borish niyati bor ekan bu yerda. 3-chislaga. 3-chislar bir ozgina farzandlaringiz uchun vaqt ajratishingizni talab qilib turibdi. O'zingiz ishingiz bilan, problemalaringiz bilan bo'lib qolgansiz. Ozgina farzandlaringiz bilan vaqt ajrating, ular bilan suhbatlashing, ular bilan gaplashing, ularni bir ko'chaga olib chiqing. Agar musofirda bo'lsangiz, ular bilan dildan suhbatlashing, yurakdagi gaplarini sizga aytishi kerak bo'lib turibdi. Chunki bir uzoqdagi safardagi nimalar mehrga ozgina muhtoj bo'lib qo'ygan. Ularga e'tiborliroq bo'ling ozgina. Ular bilan chin dildan bir suhbat quring deb turibdilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Boshlanayotgan ishlaringiz xayrli, unumli, foydali bo'ladi. Taklif bo'lgan ish gulday ochiladi. Bu taklif bu yerda mehnat hosili keladigan qandaydir ishdan taklif bo'lishi mumkin, munosabatda taklif bo'lishi mumkin. Farzandlaringiz bilan mana suhbat quring, o'sha kelajagi yaxshi bo'ladi yoki bir unumli, bir foydali bir kun bo'ladi. Qanday ishdan boshlashdan nima maqsad? Masalan, o'sha ertaga qandaydir bir kim bilandir mana aytib turibdi bu yerda. Farzandlaringiz bilan ozgina vaqt ajrating, ular bilan ozgina ishlang, ular bilan dildan suhbatlashing. O'sha narsa qilgan ishingiz, qilgan mehnatingiz masalan samarali bo'ladi deb turibdi. O'sha taklif samarali bo'ladi. Sizga xuddiki bir lotereyadan tushganday bo'ladi. Ertangi kun sizga kutilmaganda sovg'a, in'om, kutilmaganda bir ishni boshlagansiz, o'sha ishingiz bir lotereya sizga yutuq bo'lib keladi. Bugungi mehnatingiz masalan kelajakda sizga poydevor, o'sha siz hozirdan poydevoringizni, fundamentingizni qilib ketib turibsiz. Birdaniga u sizga lotereya bir kutilmaganda surpriz bo'ladi. O'sha mehnatingizni nimasi hosilini olasiz deb turibdi. Mana shu yerda farzandlaringiz ustida ishlash,
yoki o'zingizni ishingiz bo'yicha ishlash uchun harakat qilgansiz. Hozir sizga bilinmasligi mumkin bu narsa, lekin bora bora kelajakda siz o'sha fundamentingizni qilib olgan bo'lar ekansiz. 4-chislar, taqdiringizda bir yaxshi tomonga o'zgarishlar bor deb turibdi. Bu yerda tupik kartasi chiqib turibdi. Hozir ko'ramiz. Boshqa yana ustiga bitta karta tashlaylik 4-chislarga. 4-chislarga nimagadir ozgina stress holatlari, qayg'ulik, xomushlik, pushaymonlik bilan turibsiz. Nimadir ish qilgansizki, o'shandan pushaymon bo'lib turibsiz. Nimanidir, kimnidir yuragini og'ritib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. O'shandan pushaymon bo'lishingiz mumkin yoki aqlingizdagi inson sizga bergan azoblari, bergan nimalari, bergan oqibat anaqa azob oqibatlar berganu sizga ko'z yoshlar to'kizgan, mana shularga ichidan xafagarchilik, ichidan qorong'ulik bilan turibdi. Lekin buni hech kimga bildirmaydi, sezdirmaydi, sizga aytmaydi. Masalan, shu qilgan ishim uchun pushaymonman deya olmaydi, lekin ichida pushaymonlik, g'ashlik, qorong'ulik bilan turibdi qilgan ishidan. Yoki sizni ish joyingizdan kimdir ko'nglingizni og'ritdi, kimdir sizni xafa qildi, yoki kimdir sizni orqangizdan ish qildi, kimdir sizni yer bilan bitta qildi, kimdir ishingizdan sizni ayritdi. Mana shunaqa sabablar bo'lgan, lekin u ichidan pushaymonlik hissi kelib turibdi. Chunki o'sha vijdoni qiynalib turibdi. Vijdoni ham qandaydir, masalan, bunda bilasizmi qanday? Bunga umidsizlik, noumidlik, bir noxushliklar kelgani, o'sha yuragi g'ashlik, nimasi yo'q, halovati yo'q, o'tirsa, tursa, yesa, ichsa, halovat yo'qligi uchun ichida pushaymonlik hissi kelib turibdi. Masalan, o'zi bilib turibdi, men shunga nisbatan nohaqlik qildim. Shunga yarasha menga hozir minus bo'lib turibdi. Qandaydir yuragim notinch, halovatim yo'qolganday bo'lib turibdi deb ichidan siqilib turibdi. Yoki o'zingiz shunaqa kimnidir qalbini, yuragini og'ritdingiz, kimgadir qattiq gapirib qo'ydingiz, o'sha uchun ham siz yuragingiz g'ashlik bilan turibdi. Kimnidir norozi qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, shu uchun ham yuragingiz g'ashlik bilan turibdi. Ko'ramiz hozir. Turibsiz, juda ham ikkilanib, siqilib qolgansiz. Shu uchun tushkunlik, umidsizlik bilan turibsiz. Ikkilanishda qaysi yo'lni tanlashni bilmayapsiz. Kres yo'lingiz to'siq bilan turibdi. G'ashlik bilan turibsiz, to'sqinliklar bilan turibsiz. Yuragingizni g'ashligi ham shu kres chiqib turibdi. G'ashlik deb turibdi. G'ashlik, kres. Sekin o'z o'rniga tushishi bor. Masalan, o'sha insonni yana yuragini, qalbini og'ritgan bo'lsangiz, unga masalan qaytadan mehr bering, qaytadan yoki ko'nglini topishga harakat qiling. U xoh erkak, xoh ayol kishi, yo xoh qarindoshingiz, xoh ishingizdagi bo'lishi mumkin. Endi bu общий o'chirim, mumkinlik o'chirim. Kimdir hayotiga bir farzand dunyoga kelishi bor yoki bo'yida bo'lib qolishi ehtimoli yuqori bu yerda. Qachondan beri oila farzand kutayotgan bo'lishi mumkin, u farzand dunyoga kelishi mumkin yoki bo'yida bo'lishi mumkin. Shu uchun ham e'tiborliroq bo'ling. Erkaklar nimaga noshukur bo'lib qolgansizlar? G'ich, hamma gapga melichi gap so'zlar bilan e'tibor beradigan bo'lib qolibsizlar. Ko'p injiqliklar qilib turibsizlar. Hech narsa yoqmaydi, ish qilgilaringiz yo'q, shumshayib qolgansizlar. Hamma narsaga noshukurlik. Alloh sizga berib turibdi, hamma narsani berib turibdi, lekin nimadaringiz yo'q, o'shanga yopishib qolgansiz. O'sha uchun ham sizdan olib qo'yapti barakalaringizni. Mana shunaqa. 5-chislar. 5-chislarga kartamiz chappasiga keldi. Qo'rliklaringiz, injiqliklaringiz sababli ko'p boshingizda qandaydir g'avg'olar kelib turibdi. O'sha g'avg'olar arimayapti. Problema ustiga problema, problema ustiga problema. Bunisidan chiqsangiz, unisiga yo'liqib turibsiz. Bu yerda esa ozgina ishlar bilan chalg'ing o'zingizni, miyangizni dam oldiring, ko'p narsalarni o'ylamang.
ishingiz bilan shug'ullang. Ozgina problema, mana bunaqa munosabatlarda ham ozgina problema bo'lib turibdi. Unda ham e'tibor bermang. O'zingizni ishingiz bilan mashg'ul bo'ling. Ko'p harakat qilib turibsiz, pulni orqasidan yugurib turibsiz, yuguribsiz, pul kelib turibdi, lekin ko'rmayapsiz. Yana pulni orqasidan yugurib ketyapsiz. Noshukurlik sabab. 3, 4, 5, 6-chislaga yon atrofingizdagi insonlar yolg'onchi, ko'zlamachi, fitnachi insonlar bo'lishi mumkin. Kim nima deb va'da bergan bo'lsa unga ishonmang, yolg'on gapirishlari, aldanib qolishlaringiz mumkin deb turibdi. Yoki aqlingizdagi inson bir yolg'on gapirib qo'yishi mumkin, o'zini olib qochishi mumkin, nimadirlarni va'da bergan, o'shani qilmaganligi mumkin deb turibdi. 5-6-chislaga ko'zlamachi insonlar o'zi bilinib turibdi. Sizni hayotingizda ko'p qiziqadi. Ko'p sizni hayotingiz bilan qiziqib qolib, sizni hayotingizga o'chakishib qolgan bular. Qayerdan nima bo'lib turibdi, shuncha nima deb sizni yuzingizga deb kulib turib, orqangizdan ish qilib turganlar qancha bo'lib turibdi bu yerda. Chunki kuzatuvchilaringiz o'ta ko'payib qolgan. Chunki siz anchagina o'zgardingiz, anchagina harakat qildingiz, anchagina stresslardan chiqib qoldingiz. O'sha mehnat, o'sha oldinga qarab ketishlar, o'sishlar, rivojlanishlar, ko'karishlar bo'lishi bor. Kimdir bu yerda 3, 4, 5, 6-chislaga kimdir bu yerda o'sha mehnatlarini, rohatini ko'radigan vaqt bo'libdi. O'sha sekin-sekin o'sish bo'libdi sizlarga. Anchagina yengil his qilib turibsizlar, chunki o'sha mehnatni hosilini oladigan vaqti bo'libdi. O'sha qilgan mehnatlaringizni samarasi bo'lib turibdi. Juda ko'p harakat qildingiz, mehnat qildingiz, oldinga yuksalishga ega bo'ldingiz bu yerda. Bu yerda sizda kimdir mana shu bir biznes boshlagan, bu biznesning orqasidan o'sha pullarni kelishi boshlagan bu yerda, unib ketyapti. O'sha boshlagan biznes, tadbirkorlik, nimadirlar bizneslar boshlagan, o'sha uni orqasidan pullarni kelishi boshlabdi sizlarga. Uni mehnatini, rohatini ko'radigan vaqt kelibdi. Lekin haligacha ham siz mehnat qilib turibsiz, haligacha o'z ustingizda ishlab turibsiz. Bunga juda ham ko'p mehnat qildingiz, harakat qildingiz, lekin yaxshi o'sha pullarni kelishi boshlanibdi. Pullarni kelishini boshlanibdi bugungi kunda o'sha. Yaxshi, samarasi kuchli energiyada, bir oila davrasida xursandchiliklar bo'lishi mumkin. Ayrim insonlar buni ko'ra olmasligi mumkin. Uyingizda bir dasturxon yozib, xursandchilik qilishingiz mumkin. Insonlar o'zingiznikilar bo'lib turibdi. O'zingiznikilar bu bo'lishi mumkin. Endi o'zingiz bilasiz buni. Siz xursandchilik, oilangiz davrasida nimadir xursand kutib olib turibsiz. O'shani kimdir o'rtangizda o'sha o'zlaringizniki bu. O'zlaringizniki ko'ra olmaydi. O'zingizniki ko'rishini sherik emasda nima ko'ra olmayapti. 7-chislaga kelsak, bir yosh bola bilan bir jahli chiqib qolishi mumkin. O'g'lingiz bo'lishi mumkin yoki aqlingizdagi inson bo'lishi mumkin. Sizdan xafa bo'lib jahl bilan turibdi. Jahli chiqib turibdi. 7-chislaga qachondan beri ko'rishmayotgan insonlaringiz bilan ko'rishib qolishingiz bor bu yerda. Bir xursandchilik kun bu yerda. Mana shunaqa ilonlar yonlaringizga o'ralashib turibdilar. Lekin sizlar ularni o'zlaringizga do'st deb bilyapsizlar. Lekin ayrim ilonlar bor, o'rtalaringizni buzib turadiganlar. Keyin bu yerda mana shunaqa bir urush, janjallarni chiqarib turadigan insonlar bor. Urush, janjal, tortishuvlarni chiqarib turadigan insonlar bor deb turibdilar. 3, 4, 5, 6, 7, 8-chislaga 8-chislaga dokument formalik insonlarga ishlaringiz tushib qolishi mumkin. Formalik insonlarga ishlaringiz tushib qolishi ehtimoli bor bu yerda. Yoki aqlingizdagi inson sizni kuzatib turibdi hozirgi kunda. Yoki u sizdan xohlagan mehrni ola olmayapti.
xohlagan mehrni, xohlagan narsani sizdan ola olmayapti. Keyin siz aytib turibsiz, anchagina o'zgarib qoldi, u nimaga bunday bo'ldi deb. U o'zini problemasi. 1-3 kishi, 4 kishi ishlab turibdilar ular. Ana shunda hozir kutib turibdi. Qayergadir pul kelishi kerak, shuni kutib turibdilar u kishi. Safarga chiqishlaringiz ham bor ekan okungi kunda. 6-7-8-chislariga bir qayergadir dam olish safar yo'llari ham bor ekan. Bu yerda kimgadir qattiq bog'lanib qolishingiz ehtimoli yuqori deb turibdi. Siz unga, u sizga bog'lanib qolgansizlar. Lekin bu yaxshi, yomon emas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-chilarga ham bir alkash karta chiqdi. Uni ustiga bitta yana karta qo'yaman. Bu yerda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-chilarga erkaklar xayollari joyida emas. Ish moddiyatdan ozgina qiynalib turibsiz, qo'lingiz ishga bormayapti. Kim bilandir tortishgansiz, xayolingiz o'shanda, yo'lda, rulda, qayerda bo'lsangiz, ishda qo'lingiz bormayapti. Xayolingiz faqat tunu kun o'sha bilan bo'lib turibdi. Ozgina moddiyat taraflama ham qiynalib turibsiz bu yerda. Yerga qo'lingizni cho'zsangiz, o'sha narsa bo'lmayapti. Ishingiz orqaga ketib turibdi, oldinga ketmayapti. Qo'lingizni cho'zsangiz, o'sha narsa sizga barakali bo'lib kelmayapti. Harakat qiling, shijoat bilan, energiya bilan harakat qiling. Sizda yutuq, omadning kelishi bor. Kimdir mashina olish niyati bor ekan, shunda harakat qilib turibdi. O'sha narsaga puli yetmayapti yoki ozgina kuchi yetmayapti. Harakat qilsangiz olasiz. Bu yerda kimdir biznes ochish niyati bor ekan, oching, xayrli bo'ladi. Bo'ladimi, yo'qmi deb turibsiz, bo'ladi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-chilarda bir kutilmaganda xavotirli, kunli ishdan ketishlar yoki ishdan yiqilishlar, buzilishlar, burilishlar, urush, janjallar, tortishuvlar bo'lishi mumkin kutilmaganda. Lekin oxiri yaxshi bo'ladimi? Oxiri yaxshi bo'ladi. Qandaydir xabarlarning kelishi bor, u xabar sizga bir xursand qilmaydi deb turibdi. Xursand SMS-lashuv, xabarlashuv bo'ladi. O'sha narsa masalan xursand bo'lmasligingiz mumkin. Tulkilik ishlar bo'lib turibdi. Bu narsalarga bir boshqa insonlarning qo'li tegib turibdi, tulkilik bo'lib turibdi. Bu urush, janjal, tortishuvlarning orqasida boshqa bir insonlar bo'lishi mumkin bu yerda. Shuning uchun mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Sizga bir telefonlashuv, yana xabarlashuv bo'lishi bor. Siz bilib qolishingiz mumkin. Bu yerda bir urush, janjal, tortishuvlarning sababi boshqa insonlar bo'lib kelishi. Sizni orqangizdan ish qilgan yoki boshqa narsa qilganligi ma'lum bo'ladi. Sizda xabar keladi. Birinchi navbatda siz telefonda SMS-lashuv, xabarlashuv bir xomush qilib qo'yadi. Lekin bu yerda kim qanaqaligini o'zi bilib qolasiz. Keyin qanaqa xabar kelgan, yana sizga yana yangilik xabarlar yaxshi tomonga keladi. Bu qayerdan bo'ldi? Masalan, ishdan ketgan bo'lsangiz, bu yerning qo'li bu ishdan ketishingizga sabab nima? Kimni qo'li borligini bilib qolasiz. Qayerda tulkilik bo'ldi yoki munosabatlarda bir urush, janjal, tortishuvlar bo'lgan. Shunda kim qilganini bilib qolishingiz mumkin deb turibdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-chilarga sizni hayotingizda bir ayol kishi kontrol qilib turgan bo'lishi mumkin, sizga dushmanchilik qilishi mumkin, o'ta kuchli, o'ta raqibingiz kuchli bo'lib turibdi bu yerda. Sizga nisbatan o'tirsangiz, tursangiz, sizga orqangizdan ish qilib turganlar bor. Lekin e'tibor bermang, yaxshi bo'ladi. Hayotingiz sizni уже mana bu buket gul kelib turibdi. Yo'llaringiz yana ochilib ketadi, yana ish joyingiz, ishingiz, problemangiz yoki muammolaringizda bir kutilmaganda ochilishlar, yangiliklar bo'lish ehtimoli katta bo'lib turibdi. 11-chilarga. 11-chilarga aqlingizdagi insonga to'siqlar bo'lib turibdi. U har qayerdan zarba olib turibdi hozirgi vaqtda. Yoningizga kela olmayotganligi ham o'zini bir ayol kishi uni kontrol qilib turibdi. U kutilmaganda sizni oldingizga kelishni xohlayapti, lekin zarbalar 4 taraflama bunga kelib turibdi, lekin keladi. Bu yerda yana xursandchilik, yana munosabatlarni davom ettirishi bor. 12 yo'l o'rtasida turibsiz.
yo'l uzoqqa safarga chiqishlaringiz mumkin yoki erkaklar ikkita yo'lni o'rtasiga qolgansiz, qaysi birini tanlashni bilmayapsiz. Bittasi uzoqda, bittasi yaqiningizda. Ikkitasi bilan ham yashash niyatlaringiz bor ekan. Chunki bittasi uyoqroqqa, bittasi yoningizda bo'lib turibdi. Ikkalasi bilan yashash niyatlaringiz bor. Ikkita niyat, ikkita orzu, ikkita niyatingiz bor ekan, ular amalga oshadi. Bu yerda erkaklar bittalaringiz bu yoqqa tortishyapsizlar, bittalaringiz u yoqqa, siz esa qaysini tanlashni bilmayapsiz. Majburan bittasi bilan ketib turibsiz, majburan yuragingiz, ko'nglingiz unda bo'lsa ham bunisi bilan ketib turibsiz. Bu tortib olib ketyapti sizni. Unisi esa xomush bo'lib qarab turibdi. Lekin siz ikkalasi bilan ham yashash niyatingiz bor ekan. Bu kemaga kirdingiz, kemaga kirgan joni bir. Endi bundan bu kemaga kirganingiz, bu nimaga kirganingizda osongina chiqib keta olmaysiz. Mana shu uchun ham ikkilanmang, miyangiz joyiga qo'ying. Normalniy bir nimaga kiring. Normalniy bir fikrga keling, miyangizni ishlating. Shunaqa ishni boshlamoqchisiz, bu qo'lingizdan pul kelib, bu qo'lingizdan chiqib ketyapti. Mana shunda ham ozgina siqilib turibsiz. Bu yerda bir ish boshlagansiz, o'sha ishingiz o'xshamayapti-da. Men shu ishga nimagam qildim, nimagam shu ishni boshladim degan o'y-xayollar bilan turibsiz bu yerda. Mana shunaqa barakangiz ozgina qochgan, chunki bu qo'ldan pul kelib, bu qo'ldan chiqib ketib turibdi. Mana shunaqa 10 kunlik o'chirim. Bu 1 kun, 2 kun yashashlaringiz mumkin. Yaxshisini olinglar, yomonini esa o'rmon zorlariga uloqtirib tashanglar. Mana shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringiz uchun adelni o'shtirmoqchi bo'lsangizlar, +7 929 103 77 9 WhatsApp'imdan chiqsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.